Assalomu alaykum, Vodilli fermer obunachilari, Instagram, YouTube tomoshabinlari. Bugun sizlarga keskin, o'zimizni sohamizdan keskin burilgan holatda boshqacha video tayyorladik. Videomizni kuzatinglar, baho berasizlar. Alohida chiqib ko'rasizlar, pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Shu bitta akamizni uchastkalari bor ekan, shu uchastkalardan yarmi sotilar ekan. 14.7 общий soti ekan, bundan 8 soti kelishilsa 8 soti yoki 6 soti sotilaverar ekan. Telefon nomerlarini pastda qoldirib qo'yaman, videoda ko'ringlar. Hozir bo'lgan obzorini qilib ko'rsatamiz. Tog'da edi, qirda edi, soya salqin joylar, suvlardan muammo yo'q joyda. Mana огородimiz boshlangan joylari. Shu yerdan огородimiz boshlangan. Taxminan mana shu yergacha keladi 8 soti. Shu yerdan bag'i sotiladi. Baxt tarafi mana uy, o'zlari yashaydigan joy. Bu tomonlari suv zo'r, lekin ko'ryapsizlar, yayrab turibdi. Hamma ko'm-ko'k. Suvdan muammo yo'q. Baxt tarafida 8 sotiga kiradigan joyda otxonamiz bor. Mana bu tomonda tayyor otxonamiz ham bor. Hozir otxonamizni ko'rsatamiz. Bu yerda 10-15 ta katta-katta terelar ham bor. Hammasi shuni ichida bo'ladi. Devali, o'sha devalgacha boradi. Hozir ularni ko'rsataman. Suv, elektr, krandan hech qanaqa muammo yo'q ekan. Krandan bor, aradan ham suv keladi. Hamma joyi joyida. Kimdir olib dacha qilib soya joyda, salqin joyda otaman desa bo'laveradi. Kimdir olib mol qarayman desa bo'ladi. Otxonalari, tayyor otxonalari, mollari bor. Mana bu terelari bor ichida. Shuni ichiga kiradi mana shu terelar ham hammasi. Terelar ham 3 qarish, 4 qarishli terelar bor ekan orasida. Ko'p. Mana baxt tomonlari, mevali daraxtlari bor, olmalari bor ekan, anorlari bor ekan. Sharoit zo'r joyda. Mana xullas, mashetik. Splashnoy ko'rinishi qo'rg'onda. Bu tomonda o'zlari yashashadi. Mana shu o'ridan 5-6 metr yaqin o'tganda ularda o'zlariga qoladi. Bag'i shu 8 soti, 6 soti chiqadigan joy. Mana shu yerdan bag'i sotiladi, kelishilaverar ekan. Sotiga 2,5 ming dollar so'rashyapti ekan. Kimga qiziq bo'lsa, nomerlarni qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Yana kelishiladi, 2,5 ming, 2,5 ming bo'lmaydi. Buning ichida buncha qimmat ishlari mumkin. Buning ichida terelari bor. Bitta uyga yetarli, tayyor otxonasi bor, mol boqsa bo'laveradi. Keyin mana tomonida tog'lar hozir ko'rsataman, tog'da tayda. Mana ko'cha tomondan ko'rinishi, mahallalari uchta tomondan kelsa bo'ladi balki. Bu to'g'ri yo'ldan kelsa bo'ladi, baxt tomondan. Mana bu tomondan ham kelsa bo'ladi. Baxt tomonda mana qirlarimiz ko'rinyapti. Mana shu qir tayda. Bu yerda yo'l o'tgan, shu yo'ldan ham naqas aylanib kelsa bo'ladi. Tog' tayda manzilimiz. Manzilimiz, xudo xolasa, Qorovultepa Sharshara choyxonasidan kelinadi. Telefon nomerimizni yozib qo'yamiz, o'sha yerdan so'rab telefon qilib batafsil qolgan ma'lumotlarni olaverasizlar. Mana ko'cha tomondan ko'rinishi hamma ajoyib. Mana bu arig'imizda xudo xolasa suv bemalol bo'lar ekan. O yerda tepada tog'taydan kelgan suvdan shuni ochib berishaverar ekan bemalol. Suv muammo bo'lmas ekan. Mana ko'chadan ko'rinishi